Siz hayotingizda nimaga bir xil muammolar qayta bo'layotgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz yomon ko'rgan odamlaringiz, sizga yoqmaydigan vaziyatlar va noxush holatlar. Tinimsiz harakatdasiz, lekin natija yo'q. Aslida bu sizga muammoli ko'rinayotgan vaziyat muammo emas. Siz o'zingiz ushlab turgan holat desam nima deysiz? Hayotingizdagi muammo va umuman sizga yoqmagan holat ham aslida sizni natijangiz va bu natijani siz o'zingiz ushlab turibsiz. Bugungi videoda sizga transformatologiya nima, qanday qilib siz o'zingizga yoqmagan bo'lsa-da muammoli vaziyatingizni ushlab turganingizni va eng asosiysi bu vaziyatdan qanday chiqib ketish mumkinligini aytib beraman. O'zingiz haqingizdagi haqiqatni bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Shu bugun istagan natijangizga ega emasmisiz? Demak, sizga bundan naf bor. Aynan shu o'zingiz anglagan yoki anglamagan holatda sizga foydali bo'lgan ikkilamchi naf sizni yangi natijaga chiqishingizdan to'sib turadi. Masalan, ko'p qizlar turmushga chiqmoqchi bo'ladi va baxtlari nimagadir surilaveradi. Ikkilamchi naf shundan iboratki, bu qizlar to'ydan keyingi vazifalarni unchalik bajarishni xohlashmaydi yoki bundan qo'rqishadi va aynan shuning uchun o'zlari anglamagan holatda to'yni bo'lmasligiga sabab bo'lishadi. Ikkinchi vaziyat, ayollar ko'p aytadi turmush o'rtoqlari daromad qilmasliklarini, lekin bu holatni aynan o'zlari istaklari bilan ushlab turishlarini tushunishmaydi. Gap shundaki, erlari pullari ko'payib ketsa, diqqat e'tiborlarini qarindoshlariga sarf qilib yuborishi bu ayollar uchun kerak emas. Aynan shuning uchun erlarini daromadlarini o'smasligi aslida ularga foydali. Ko'p ayollar farzandlarini ko'p kasal bo'lishiga shikoyat qilishadi. Aslida bu vaziyat ham ular uchun nafli vaziyat. Sababi farzandlari kasal bo'lgan paytda ular diqqat e'tiborini va vaqtlarini faqat farzandlariga sarflashadi va buning uchun oqlovlar qilishga majbur bo'lishmaydi. Aynan shu vaziyatda ularga dam olish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak, farzandlarini sog'ayib ketishi ular uchun foydali bo'lmagan narsa. Muammoli vaziyatingizni tasavvur qiling va o'zingizga savol bering. Bu vaziyat menga qanday foyda keltiryapti? Va aynan shu narsani tushunib yetganingizda sizda transformatsiya boshlanadi, ya'ni o'zgarish. Tasavvur qiling, siz eng qimmat ko'chatni ekdingiz va uni judayam yaxshi parvarish qildingiz, lekin natija yo'q. U ko'chat qurib qoldi. Shu o'rinda muammo ko'chatni quriganidek tuyuladi va siz ko'chatni yanada katta ishtiyoq bilan parvarish qilishni boshlaysiz. Bilasizmi? Muammolar mingta bo'lishi mumkin, lekin muammoni ildiz sababi bo'ladi, qaysiki bu muammolarni barchasini keltirib chiqargan. Aynan siz qancha harakat qiling, qancha zo'r navdagi ko'chat ekning, qancha uni parvarish qiling, lekin bu ko'chatni sahroda ekkan bo'lsangiz, natija hech qachon bo'lmaydi. Muammolaringizni keltirib chiqargan ildiz sababini aniqlamagunizcha hayotingizda muammoli vaziyatlar qayta paydo bo'ladi va siz ularni hech qachon hal qila olmaysiz. Aynan ildiz sababni aniqlash diagnostika deyiladi va buni 5 daqiqada bilib olish mumkin. Misol uchun, bir yosh ona farzandlari doimiy kasal bo'lishiga shikoyat qilgan va bilasizmi, buni ildiz sababi nima bo'lgan? Ildiz sababi ayol kishini qaynonasi bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi va qaynonalari o'ta talabchan va qattiqqo'l bo'lganligi. Bu kelin qaynonaga hech narsa deya olmagan va oddiy bo'lgan dam olishga ehtiyoji aynan bolalari kasal bo'lganda va больницаga tushganda u yerda amalga oshirishi mumkin bo'lgan.
shu tufayli o'zi anglamagan holatda farzandlarini doimiy kasal bo'lishi, ya'ni butunlay tuzalib ketmasligi u ayol uchun foydali bo'lgan. Qachon biz ildiz sababni aniqlab, qaynonalari bilan munosabatlari chiroyli holatga kelganda farzandlari batamom yaxshi bo'lib ketgan. Agar siz ham qarzdorligingiz, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlardagi muammolaringiz yoki o'zingiz sog'lig'ingizdagi muammolar sababini 5 daqiqa ichida bilmoqchi bo'lsangiz, diagnostika oling va ildiz sababingizni bilib oling. Buning uchun pastdagi ilova orqali diagnostikaga yoziling. Eslatib o'taman, transformatologiya usulini yagona muallifi bo'laman va diagnostikani faqat o'zim o'taman. Aslida hayotimiz oddiy va hammaga ma'lum bo'lgan bitta formulaga bo'ysunadi. U ham bo'lsa, holat asosida kelib chiqadigan fikrimiz, ya'ni niyatimiz. Bu niyatimiz asosida bizda paydo bo'ladigan hissiyotlarimiz, bizni qiladigan harakatlarimiz va natija. Demak, bizga natija yoqmas ekan, biz qancha harakat bilan yoki hissiyotlarimiz bilan ishlamaylik, hech qachon istagan narsamizga erisha olmaymiz. Istagan narsamizga erishishimiz uchun aynan holatimizni o'zgartirish kerak va transformatologiya aynan holatingizni o'zgarishiga sabab bo'ladigan usul. Bu borada shuni aytishim kerakki, bizni hamma zo'r natijalarimiz, boylik, salomatlik, super munosabatlar bitta holatimiz doirasida bo'ladi. U ham bo'lsa mehr muhabbat va uni eng yuksak ko'rinishi shukronalik. Va aksincha, bizga yoqmasa-da bizni boshqa natijalarimiz, ya'ni sog'lomsizlik, qarzlar, ajrashish, o'zingizni yaxshi his qilmasligingiz, bularni barchasi bizni ikkinchi holatimizda bo'ladigan natijalar. U ham bo'lsa qo'rquv holati va aynan qo'rquv holatidan mehr muhabbat, ya'ni shukronalik holatiga chiqish transformatologiyaning vazifasi. Siz hayotingizni qanday holatda turib yashayapsiz? Buni aniqlash uchun bitta test beraman. Hayotingizni tahlil qilib ko'ring. Sizda qarzlar bormi? Siz sog'lommisiz? Sizni munosabatlaringiz ko'nglingizdagidaymi? Agar bu savollarni hech bo'lmaganda bittasiga yo'q deb javob bergan bo'lsangiz yoki sizda qarzlar yoki kasalliklar bo'lsa, shuni bilingki, siz qo'rquv holatidasiz va sizda faqatgina o'zingizga yoqmaydigan natijalar bo'ladi. Agar siz mehr muhabbatli, ya'ni tubdan boshqacha hayotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, diagnostikadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Siz bunda muammolaringizni ildiz sababini, ya'ni qo'rquv holatiga tushib qolishingiz sababini aniqlashingiz mumkin bo'ladi va o'zgarishingiz amalga oshadi. Savol tug'ilishi mumkin: nima uchun odamni hayoti o'zgarmaydi? Buni asosiy sababi shundan iboratki, bizni diqqat e'tiborimiz nimada bo'lsa, shu narsa rivojlanadi. Ya'ni siz doim muammolaringiz holatida o'ylasangiz, kasal holatida bo'lsangiz va bu fikrlaringiz doimiy bo'lsa, sizni qo'rquv holatingiz faqat kuchayadi. Ya'ni boshqacha yangi natija bo'lishi uchun biz diqqat, e'tibor o'sishi qonunini doim yodda tutishimiz kerak. Va tabiiyki, yaxshi fikrlar o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Aynan holatni o'zgartirish orqali yaxshi natija beradigan fikrlarga o'tish transformatologiyani to'g'ridan-to'g'ri vazifasi. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tish muhim. Sizni istagan natijangiz, ya'ni boy, badavlat hayot, chiroyli munosabatlar va sog'liq o'rtasida bitta to'siq bor. U ham bo'lsa, diqqat e'tiboringizni tarqoqligi. Aynan diqqat e'tiboringizni jamlash va to'g'ri siz istagan natijaga yo'naltirish fokusirovka orqali amalga oshiriladi. Fokusirovka yordamida ishtirokchilarim 10 daqiqada, 1 soatning ichida yoki bir necha kunni ichida oylab
erishmagan natijalarga chiqib ketishgan. Agar sizda ham erishmoqchi bo'lgan, lekin anchadan beri amalga oshmayotgan istagingiz bo'lsa, fokusirovka haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ling. Buning uchun link orqali o'ting va ro'yxatga yoziling. Bizda bir ishtirokchi bo'lgan ayol kishi, eri Rossiyada ishlagan va xorazmlik ayol va unga shart qo'ygan. Qachon sen mashina haydashni o'rgansang, men seni olib ketaman Rossiyaga. 11 marta topshirgan. Avtotestdan Yiqilgan. Fokusirovka olgan, avtotestdan o'tgan nimaga borgan, Rossiyaga borgan turmush o'rtog'ini oldiga va yana bitta fokusirovka olgan ishga chiqish bo'yicha. Va bilasizmi, rus tilini ham uncha yaxshi bilmagan, nima bo'lmagan, lekin o'sha nima deydi, собеседованиеdan o'tib, eridan ham yaxshiroq sharoitga ishga kirgan, больницаga. Bilasizmi? Menga bir kuni yosh ayol murojaat qildi. U qamoqdan endi chiqqan edi va bu qamoqqa birinchi marta tushishi emas edi. Bu ayolda ko'plab bozliklar bor edi. Ikkita farzandi onasi bilan edi va onasi nabiralarni qarash bilan ovora edi. Va bu ayol menga aytdi: "Men hayotimni tubdan o'zgartirmoqchiman. Men yangi hayotda yashamoqchiman" dedi. Biz bu ayol bilan ishladik va 4 oydan keyin bu ayol ajoyib insonni uchratdi. Ishga joylashdi va farzandlarini o'zi bilan yashashga olib ketdi va yaqinda menga to'yga taklifnoma jo'natdi. Hayotni tubdan o'zgartirish mumkin, lekin bu narsa ongli tanlov bo'lishi kerak. Agar siz ham hayotingizni tubdan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va baxtiyor natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, bu videoni saqlab qo'ying. Transformatologiya usuli haqida ko'proq va batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun ilova orqali diagnostikaga yoziling. Agar bu olgan ma'lumotingiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa va mani usulim yordamida super natijalarga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu videoni saqlab qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Mani usulimni asosiy tamoyili bor. Hayotingizdagi eng muhim inson o'zingizsiz va hayotingizni holati bu sizni ongli tanlovingiz natijasi. Keyingi videolarda ko'rishguncha